Bu 20 kişilik stol ustunlarimiz bugün Samarqand viloyatining Samarqand shahriga qarab yo'lga chiqadi. Xon taxtasining razmeri 5,5 ga 1,20. Xon taxtani 4 ta tumbasi bor. Tumbalarni yotkizib qo'yib xon taxta vazifasida ishlatsa bo'laveradigan komplektimiz. Stullari kapalak fasonda, atirgul fasonda ishlangan, plankali fason. Spinkalariga ham, sidinalariga ham bir xilda gullari keltirib 12 santimetrli machalkalar bilan qoplangan sidinalari. Bu komplektimiz 8-8,5 metrli uylarga mo'ljallab tayyorlangan. 11 million so'mga qilib berdi. Bu komplektimiz 11 million so'mga arziydimi yoki arzimaydimi, o'zingizlar fikrlar kommentariyada yozib qoldirib ketasizlar. Uylar razmeriga qarab, uylar 5 metr bilan 6 metr bilan farqi yo'q. Uylar razmeriga qarab, uylar dizayniga qarab tayyorlab berilaveradi komplekt. Bundan keyin komplektimiz Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumaniga tayyorlangan. Videomiz qisqaligi sababli keyingi videolarda tanishtirib o'tamiz. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha turdagi stol ustunlarni, mebellarni 3,5 million so'mdan 15 million so'mgacha bo'lgan stol ustunlar video obzorlar bilan joylab boryapmiz. Bemalol ko'rib zakaz qilishinglar mumkin. Video ostida Telegram raqamlarimizni qoldiramiz. Telegram raqamlarda Telegram kanallarimiz bor. Telegram kanallarda ham bemalol ko'rib zakaz qilishinglar mumkin. Telegramda uylarning razmerini,